Ona bilan ota hech farzandiga erkalanganini ko'rganmisiz? Yo hech erkalatganmisiz? Bir inson aytadi, qadrdon, yaqin tanish, ser farzand edik deydi. Qarang, ser farzand edik. Uyimizda yangi libos akam kiyardi, qolgan hammamiz kiyardik uni. Chachilib, yo'qolib ketguncha kiylar. Payavzalam sig'may qolguncha kiylar. Qo'ni qo'shnilarnikidan ustivosh olib chiqib kiylar. Qo'ni qo'shnilarning ortib qolgan ovqatini onam rahmatlik so'rab yurib olib chiqib yedirardilar deydi. Ona ekanda, ota ekanda farzandni qonini to'yg'azishlik uchun hamma narsaga tayyorda. Hozir siz biz otamiz, onamiz och qolsa, qo'shnimizdan bitta non ko'tarib so'rab chiqalamizmi? Qo'shnimizdan yarim kosa ovqatingiz bormi? Uyimda bugun ovqat bo'lmadi, onam och qilib turibdilar, otam och qilib turibdilar, bir kosa ovqat bering deyalamizmi? Lekin ota ekanda, ona ekanda so'raydi. Unga nima kerak emas? Chunki bolani sog'lig'i kerak. Shuna qilib qiyinchilik bilan boqishardi. Oxiri ilojsiz men qandaydir bir aqlimmi, ilmga qiziqishimmi kuchli bo'lganligi uchun shu bolani biz boqib katta qilib aytgan maqsadiga yetkiza olmaymiz. Undan bolalar uyiga berib yuboraylik deb bolalar uyiga berib yuborishgan. 4-sinf edi. Qadrdonligimiz uchun 1-2 marta borsam, ammasinikiga ketdi, xolasinikiga ketdi deydi. Keyin xayol bilan bo'ldi, biz katta bo'ldik. Esdan chiqdi. Bir majlisda ko'rishib oldik. U katta odam bo'lib ketibdi. Baribir yoshlikdagi qadrdonchilik, yuz issiq majlis tugagandan keyin siz o'sha, men o'sha quchoqlashib ko'rish. Xoliroq joyga o'tirib, nima bo'ldi? Qayerda edingiz desam, meni yoshligimda boqishalmasdan bolalar uyiga berib yuborishgan edi deydi. Har bozor otasi bor, onasi bor bolalarda ota-onasi kelsa, meni ota-onam yo'lkiraga pullari yo'qligi uchun borishalmagan deydi. Men aytardim, qani edi yakshanba bo'lmasa edi. Nimaga desa, eng yuragim ezilaydigan kun yakshanba. Ota-onasi borlar kelardi. Har oyda yakshanbasi bo'lmasa edi, nimaga desam, shanba kuni ota-onasi olib ketib, yakshanba kuni tashlab ketishardi. Meni ota-onam kelishmasdi. Ko'rishmagan deydi. Vaqtlar, oylar, yillar o'tdi.